rivojlantirish. Ontogeniz deganda bitta logopediya emas ekan. Bu demak asos, как metodologik asos bo'lish uchun buni psixologiyani bilish, psixolingvistikani bilish, neyrofiziologiyani, neyropsixologiya. Mana shuni asosida bolalar ontogenizi kursi rivojlangan, shakllangan. Endi bu yerda qisqacha qanaqa demak natija, demak shu ma'ruzani o'tganda sizlarda nima shakllanishi kerak? Oxirgi natijada sizlar nimaga ega bo'lishinglar kerak? Buni sizlar tushunib olishinglar kerak va har kuni o'qishinglar kerak. Demak, har bir fanni o'zini bilim, ko'nikma, malaka bor. Bular o'ziga bog'liq. Agar bilim bo'lmasa, ko'nikma bo'lmaydi, eslab qolmaysizlar. Agar bilim, malaka ko'nikma bo'lmasa, malaka bo'lmaydi, amaliyotda yaxshi mutaxassis bo'la olmaysizlar. Shuning uchun har bir fanni mana shu bilimlar, ko'nikmalar va malakalar har bir dasturda bor. Shuning uchun bu sizlar uchun oxirgi natija bo'lish kerak va shunga intilish kerak. Demak, bugungi kunda ikkita hozir nima bo'ldi? Ko'rgazmali bo'ldi. Ham eshituv ko'rgazmali bo'ldi, ham ko'ruv ko'rgazmali bo'ldi. Tushunarli, a? Demak, eslab qolasizlar, buni ham so'rayman. Endi o'qitish shakllari va metodlarini o'zim o'qib beraman. Demak, ma'ruza mashg'ulotlari, hamma ma'ruzalarim bor. Demak, hammasini sizlar olasizlar. Qoldiraman Umid opalarga. Endi amaliy mashg'ulotlar. Demak, men sizlarga mana bugun amaliy mashg'ulotimiz qaytarish bo'ldi. Bu ham как amaliy mashg'ulot. Sizlarni bilimlaringizni tekshirib oldim. Albatta, birinchi kursim juda ham kam so'z yozishdi. Bu kechirarli, hali agar vaqt ko'proq berib ularga yordam bersak, eslashi yaxshi bo'lardi. Sizlar malatsi, mayli 10 tadan 9 ta bo'ldi, bulardagi malatsi. Amaliy mashg'ulot, mustaqil ta'lim. Kecha men sizlarga mustaqil ta'limga ancha vazifa berdim, buni tekshirib olaman, hali hozir vaqt yo'q. Interaktiv metodlar, interfaol texnologiyalar, tahlil, muhokama, case study. Interfaol pedagogik texnologiyalar, faol pedagogik texnologiyalar farqi shundaki, prosta pedagogik texnologiyalar bo'lsa, bu men va o'quvchi, talaba. Interfaol texnologiya bo'lsa, men talaba va talaba o'qituvchi. O'qituvchi, talaba, yana talaba. Agar shunaqa uchtalik bo'lsa, bu faol texnologiyalar bo'ladi. Bugun pet texnologiya bo'ldi, demak men bilan talabani o'rtasida. Demak shu demak o'qitish shakllari va metodlari. Albatta ko'rgazmali qurol, bu demak slayd, yana prezentatsiyalar, eshitish va nimalar. Buni talabalarda bilimni baholash bilasizlar, boshqa fanlardan yana aytishadi. Ma'ruzani mavzularda nomi bu yerda berilgan. Mana 15 ta 30 soat, 15 ta mavzu sizlar bilan o'tishimiz kerak. Demak, qancha ulgursam o'taman, qolganini sizlar bilan onlaynda o'taman. Sizlar bilan inkluzivda onlaynda o'tamiz. Ikkinchi kurs. Tushunarlimi? Endi mayda bitta leksiyam bor, shuni aytib beraman, o'qib beraman. Bular endi вопрос buni keyin agar vaqtimiz bo'lsa, o'zingizlarga tashlayman, o'zingizlar o'qiysizlar buni. Demak, ilk va maktabgacha yoshdagi bolalarda ona tilini o'rgatishda ona tili, tarbiyachi, logoped bilish zarur bo'lgan usullar. Buni ham o'tmayman. Chunki bu vaqt ko'p ketadi. Yana pastda hozir mana. Eng asosan boshqa ilk yoshdagi bolalarning nutqini rivojlantirish chiqdimi? Bormi u yerda? Demak, nutqning tayyorgarlik bosqichlari o'z vaqtida aniqlashda emotsional muloqotning ahamiyati, bu reja tipi такого. Nutqning tushunish, rivojlantirish asosiy metodik usullari, nutqgacha bo'lgan rivojlanish bosqichi, gugullash, chuchulash, rus tilida nima deydi?
guleniya и lepit dedi. No biza bittasi bilan gullash bosqichi deb tushunamiz. Birinchi kurs eshitmayapsizlar. Demak, ularning nutq bilan aloqasi nima uchun? Bu gullash davri biz uchun juda ham katta ahamiyatga egaligini sizlar tushunishinglar kerak. 3 oylik, 6 oylik chaqaloqlar kimda bor? Qo'l ko'taringlar, uyda jiyanlar. Mana sizda bor ekan, sizlarda bor, ha? Necha oylik hozir? 7 oylik. Endi gullash davridan o'tdi. 3 oydan 6 oygacha, ha? Gullash davri. Qanaqa chiqmayotgan? Maytga chiqing. Tak, qanaqa 3 oydagi jiyaningiz qanaqa ovoz chiqaradi? Maytga chiqing. Ha? 2 oylik ovoz chiqaradimi, yo'qmi? Kuladi, gapirsangiz. Reaksiya bor. Gapirsa kuladi, lekin hali ovoz chiqarmaydi. Bo'ldi, tushunarli. Sizda-chi? Ha, yana? Qanaqa tovushlarni chiqargan o'sha 3 oy, 4 oy, 5 oyda? Ha? Orqa til tovushlarni chiqaradi. Yana qanaqa? Tovushni chiqaradi, tak, tushunarli. Tushundinglarmi? Demak, gullash davrini e'tibor berish kerak edi. Shu yaxshi qilib o'qib olish kerak. Nima uchun? Bizga logopedlarga bu juda ham katta ahamiyatga ega. Bola 3 yoshda keldi, 3 yoshga ilk yosh deymiz. Tug'ilgandan to 3 yoshgacha ilk yosh deb aytiladi. 3 yoshda bola gapirmayapti, 4 yoshda gapirmayapti, onasi olib keldi. Men birinchi so'rayman, uyda endi onasi tarbiyaladimi, emizdimi, sut emdimi yoki искусственницами? Endi sunniy. Bu juda ham katta ahamiyatga ega, vaqtim yo'q. Ana o'shanda aniqlayman. Gullash davri kech qoldimi yo kech qolmadimi? 3 oyda. Meni hozir avaram 2 oy, Maryamxon. 2 oyda mana bu qiz aytgandek kuladi, tovushlarni aytadi, lekin ovozi juda ham baland. Men birinchi etajda, u ikkinchi etajda o'sha yerda yig'laganini eshitaman. Shunaqa kuchli ovoz bilan yig'laydi. Lekin o'sha hali aytgan shunaqa tovushlarni уже aytadi. Bu me'yor. Lekin qulog'i eshitmaydigan bo'ladi, aqli zaif bo'ladi. Bu davr juda ham kech bo'ladi. 8 oy, 1 yoshgacha ham indamasdan yotadigan bolalar bor. Yoki eshitadi, lekin ona bilan hissiy muloqot yo'q bo'lgani uchun bu davr rivojlanmaydi. Bu kim? Bolalar uyida. Kim bo'lgan bolalar uyida? Dom deb aytadi. Bizani bolalar uyi degan bu 3 yoshgacha emas, 5-6 yoshli bolalar ham bor bizda. Endi hozir ular ham yopilyapti. Bir kuni borsam, hozir chiqqan bunday yotqizib, belanchak bor, yerga qo'yiladi. Bunday qilsang, bir 8 tacha bola bunday yotqizib qo'yganda o'sha belanchakka yotishibdi. Hech kim ularni oldiga kelmaydi. Endi bitta tarbiyachi ovqatlantiradi. U nima, ertadan kechgacha vaysaydimi? Gapirmaydi. Shuning uchun agarda emotsional, hissiy muloqot bo'lmasa, nutqni mana shu davri kech qoladi. Tushunarlimi? Demak, nutqacha bo'lgan rivojlanish davrini nima deb aytar ekanmiz? Gullash. Ularning nutq bilan aloqasi, ovoz munosabatlarini rivojlantirish metodikasi bor. Unga ham e'tibor berish kerak. Bu 1 yoshgacha faol nutqni rivojlantirish, lug'atni o'zlashtirish bosqichlari bor. Dastlabki so'zlarni talaffuz qilish o'rgatish ontogenezi bor metodikasi. Nutqning tayyorgarlik bosqichlari o'z vaqtida aniqlashda
mana aniqlash vaqtida mana shu hissiy muloqot onasi bilan bo'lganmi yoki buvisi yoki uydagilarmi. Demak, bu bolani ko'proq quchoqlash kerak, u bilan gapirishish kerak, unga ovozni berish kerak. Pa, ga, ga, ta deb, voy, qanaqa молодец. O'sha 2 oylik chaqaloq onasini ko'rganda kuladi, meni ko'rganda kuladi. Men kam olaman, vaqtim yo'q. Endi chaqaloq sal kattaroq bo'lganda yaxshi ko'raman. Hozir juda ham kichkina. No, lekin kuni bir haftada 1-2 soat qarayman, onasi o'qishga ketadi. O'shunda gapirishib olamiz u bilan. Demak, hayotning birinchi yilida bola tez o'sadi. Jismoniy o'sish bilan birga atrof muhitga moslashish organlari jarayoni bu Pavlov bo'yicha moslashadi. Vazifasi bajarishga tayyor bo'lish uchun bolani miyasi ham rivojlanib boradi. Mazkur tayyorgarlik bosqichma-bosqich ro'y beradi. Demak, 0 oydan tug'ildi, 2,5 oydan 3 yoshgacha bir davr, 5 oydan 6 oygacha bir davr va 9 dan 10 gacha bir davr va albatta 1 yilgacha. Buni hamma mualliflar har xil tasniflaydi va har xil yondashadi. Biz bir ikkitasini keyin aytib o'tamiz. Muloqotning birinchi shakli bu emotsional bevosita vaziyat shaxs bilan bo'lgan shakldir. Ona bilan, buvi bilan, uydagilar bilan. Shuning uchun bola bilan shu davrda qancha ko'p gapirishsa, muloqotda bo'lsa, uydagilar demak ana shu asos bo'ladi keyin nutqini rivojlanishga. Muloqotning yanada rivojlanish ikkilamchi shakli, ya'ni emotsional vositali, vaziyatli amaliy shakli bola hayotining ikkinchi yarim yilidan ro'y beradi. Mana 7 oylik bola qo'liga o'yinchoq bersa ushlaydi, yoki mana 2,5 oy bo'ladi, meni avra. O'sha oldiga menda o'yinchoqlarni qo'yib qo'ygan oyisi. Bunday qilsak, shunga qaraydi va ushlash refleksi bor, ushlaydigan. Demak, ana o'sha belanchakka o'xshagan bunday yangi bir nima chiqibdi, o'shini chetini qo'ykuni ushlab turdi. Voy, qaranglar, o'sha ushlayapti deb e'tibor berdik bunga. Demak, mana shu bosqichdan e'tibor berish kerak mutaxassis sifatida va sizlar uni bilmaysizlar bolaga kelgan, lekin shu davrlari qanaqa kechgan, onasi bilanmi, buvisi bilanmi yoki emizganmi? Agar emizgan bo'lsa ham, sal bo'lsa ham bag'riga bosdi, gapirdi, yig'lasa yana nima bo'ldi. Lekin ana butilkani og'ziga solib u keyin ushlaydi. Mana 7 oylik bola o'zi ushlaydi butilkasini. Boshqa ishini qilaveradi. Muloqot yo'q. Vaziyatli amaliy deganda ana shuni tushunamizki, o'sha predmetlarni ushlashni, o'yinchoqlarni ko'rishni bila oladi. Bu muloqot predmetlar orqali vositali muloqotga aylantiriladi. Ushbu yoshda bolaning qiziqishlari atrofdagi muhitga yo'naltirilgandir. Unda yangi tasavvurlarga ehtiyoj erkin paydo bo'ladi. Kattalar bilan muloqotda, demak, hazil, huzul, boshqa ijobiy hislarga to'liq bo'lgan bola o'yinchoqlar bilan o'ynashga kirishadi. Uni ham o'rgatish kerak, o'yinchoqlarni ko'rsatish kerak, shiqildoni ko'ziga oldiga turish kerak. Ota-ona ham tepadan emas, ko'zi bilan ro'para bo'lish kerak bola bilan. O'shuning uchun biz aytamizki, logoped bola bilan yerda o'tirish kerak yoki o'sha pason bo'lib, hamma yoq bezanib kelmasdan rabochiy formada bo'lish kerakda, bola bilan yonma-yon o'tirib, u bilan ko'zma-ko'z yaqin bo'lish kerak. Bir masofada, to'g'ri aytdingiz. O'yinchoq bola bilan harakatlar qilish, bola bilan muloqotga maqolalar, matallar, sanoqlar, she'rlar bilan bolaga bilan muloqotga kirish. U hali bilmaydi, lekin intonatsiya nima deymiz? Kuchaygan tembrini bilan
bola hali gapirmaydi, lekin haqsani siyib qo'yibsan, haqsani desa yig'laydi. Hali tushunmaydi, lekin sizni intonatsiyangizni bola biladi. Voy opa qizim, voy asal qizim, voy desa o'sha u ham kuladi. Demak, hali mazmunan tushunadimi? Yo'q. O'sha hissiy muloqot deb shuni aytadi. Bu ладно. İlk yoshdagi bolalar bilan ishlashda kattalar nutqiga alohida talablar qo'yiladi. Chunki ularning nutqi taqlid, xato ketibdi. Taqlid uchun namuna bo'lib xizmat qiladi. Shu bois har tomonlama namunali bo'lishi, ya'ni demak o'sha iboralar, gap to'g'ri, ibora to'g'ri tuzishga deb qilish kerak emas. Mayli 3 oylikgacha voy papachi tutushi qilish mumkin, lekin keyinchalik sizning nutqingiz chiroyli, ravon va to'g'ri, grammatik jihatdan to'g'ri bo'lishi kerak. Shuni e'tibor berish kerak. Ifodali, intonatsion ifodali, unchalik baland emas, tez ham emas va aniq so'z bo'lishi lozim. Nutqning intonatsion ifodalanganligi mutlaq muhim ahamiyatga ega, chunki kichkintoy eng avvalo aynan nutqning ohanglarini tushunadi. Hozir aytib berdim shuni, tushundinglar? Intonatsiyaning kamligi nutqning tushunishga, rivojlantirishga va uni faollashtirishga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bolalar uyidagi bolalarda aytibmanku, 10 tasini yotqizib qo'ygan, kun bo'yi o'sha yerda to'lka vaqti soatga qarab o'sha butilkasini berib emizib ketadi tarbiyachi, enagasi. Chunki 16 ta 20 ta bolaga bitta tarbiyachi. Tug'ilgandan boshlab 1 yoshgacha bo'lgan bolalarning nutqini tushunishlarining asosiy metodik usullarini qo'llash lozim. Bola 6 oylik bo'lgandan so'ng uning nutqini o'z vaqtida rivojlantirish uchun nafaqat bolada jonlashishni vujudga keltirish va fikrni bir joyga jamlash, mashq qilish uchun shunchaki so'zlashish, balki unga dastlabki so'zlarni tushunishni o'rgatish darkor. Agar bola me'yorda o'ssa, oilada bo'lsa, albatta 6 oylik hech kim u bilan shug'ullanmaydi. Lekin agarda kar bo'lib tug'ilsa, Umida Qahramonovna, bola 6 oylik o'sha kar bo'lsa, u bilan shug'ullanish kerakmi? 6 oylikda o'sha karligini aniqlasa. Da, endi aniqlaydi-ku. Ular tabiiy eshitmaydi. O'shaning uchun ularga nonutqiy tovushlardan boshlab o'sha reaksiyasini paydo qilishga harakat qilish kerak. Demak, piramidani bular ko'pisi biladi. Yo internetlarda ham ko'rasizlar. Ishlayotganlarning ko'pisi o'sha bitta oddiy piramidani. Ularga gapiring, men bilaman buni. Nima unaqa maqsad ekanligini bilmaydi. Maqsad nima? Mana bola olib ushlab turish kerak, kutish kerak bola. Unga qachonki eshitish boradigan bo'lsa, masalan, u apparatsiz, конечно, bo'lmaydi, keyin uni qo'yish kerak. Olib faqat yig'ish emas. Endi eshitmaydigan bola. Da, chunki aqli zaif, kar bola yoki zaif eshituvchi, kelajakda shu autizmli bola, ruhiy rivojlanish orqada qolgan chaqaloqlarni aniqlash mumkin o'sha 1 yoshgacha. Lekin hali onalar tushunmaydi, nima bola bu kulmaydi ham, nima bola bu u kattagisiga o'xshamaydi yoki narigi jiyanga o'xshamaydi degan fikr onalarda bo'lsa, bu hali xavf-xatar guruhga kiradi. Hali bilmaymiz, tashxis yo'q, nimaligini bilmaymiz. Bilamizki, me'yorda o'smayapti. 2 oyda boshini ko'tarmadi, guvillash davri kech qoldi. Demak, kattalarga, o'zgalarga reaksiyasi yo'q. Demak, bu o'sha xavf-xatar guruhiga kiradigan ilk yoshdagi bolalar. Tushunarlimi?